Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Ismingiz nima opa? Qayerdansiz Shahnoz opa? Zafaroboddan. Mening ismim Azam. Bu mahsulotni 10 yildan beri iste'molchisiman. Ana endi nima uchun bu mahsulotni ichish odam zarur hozirgi vaqtda? Bilasizmi? Ichganmisiz bu mahsulotni? Yo'q-a? Qarang opa. Mana meditsina yildan yilga rivojlanyapti, to'g'rimi? Haqmi bu? Haq. Bundan 10 yil emas, 30 yil oldin meditsina qanaqa ahvolda edi? Bitta областной больница, bitta областной apteka bo'lardi. To'g'rimi? Klinika degan narsa yo'q edi. 30 yil oldin kasalliklar qanaqa edi? Ko'pmidi, kammidi? Ko'p emas edi, kam edi. Onkologiya degan kasallikni bilasizmi? Oldin o'sha narsani eshitmaganmiz. Rak desa vahima bo'lib ketardi. Xuddiki o'ladi derdi. Hozirchi 4 tadan bitta ayol yo bitta o'sha erkak onkologiya bo'lib kasal bo'lyapti. U ham oddiy holat bo'lib qoldi. Yoki belanga deydi, grija deydi hozirgi vaqtda. Oldin 60-70 ga kirganda ota-bobolarimiz belanga bo'lib qolgan derdi, to'g'rimi? Hozirchi yosh bolalar ham grija bo'lyapti. Lekin vaholanki hozirgi vaqtda meditsinamiz qanaqa rivojlanib ketdi? Aptekalar xohlagan joyingizda bor, to'g'rimi? Klinikalar, xususiy klinikalar katta qilib qurilib ketdi. Nima uchun endi meditsina rivojlangan taqdirda kasalliklar yo'q bo'lib ketmayapti-da, undan ham ko'payib ketyapti? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Iste'mol qilayotgan yeydigan narsalarimiz ta'sirimi? To'ppa to'g'ri. Mana qarang, meni ota-onam vrach bo'lgan. Men o'zi ichki ishlardan ishlab, shu meditsinadan natija ola olmay, xullas pensiyaga qilib, keyin bu mahsulotlarni ichib, zo'r natija olganman. Nima uchun bu mahsulotlar endi bizni yaxshi qilyapti? Sababi boya aytganingizdek, bizni hozirgi yeydigan ovqatimiz hammasi ximikat bo'lib ketdi. To'g'rimi? Nima uchun ximikat bo'lib ketdi? Chunki aholi soni ko'payapti. Aholi soni ko'paygan bilan yerimiz ko'paygani yo'q-ku. Lekin shu yer bilan bundan 30 yilga aholi kam edi, unga sifatli ozuqa yetkazib berardi. Hozir bo'lsa aholi 8 milliard bo'lib ketdi. 30 yil oldin bo'lsa bir 5 milliard bo'lgandir. Hozir 8 milliardga shu aholini endi yana ham to'ydirish kerak-ku. Ana endi nima qilyapti? Suniylashtirib yuboryapti ozuqalarimizni. Tez kattartirishimiz kerak, yetkazib berishimiz kerak. Ko'rasizmi? Bizda hozirda yeydigan ovqatimiz suniylashgani hisobidan kasalliklar ko'paydi. Nimaga? Organizm to'yinmayapti. Alloh taolo mana bu tanani o'zini sozlaydigan, o'zini